Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Bugun sizlar bilan uy sharoitida mazza qilib birgalashib pesочный somsa tayyorlaymiz. Qani bo'lmasam boshladik. 250 gramm xona haroratida erigan saryog'imizga 250 gramm smetanaga 1 choy qoshiq chayniy soda solib, 1 chimdim tuz solib, ko'targanicha un solib xamir qoramiz. Xamirlarimizni 20 minutga tindirib qo'ygunimizcha bu yoqda nachinkamizni boshlab olamiz. Tovuq go'shtini file joyini mayda to'g'rab, piyozlarimizni ham maydalab to'g'raymiz. Piyozimizni nomiga o'ldirib olamiz 3-4 minutga. Keyin qo'ziqorinlarimizni to'g'rab, yarimoy shaklida to'g'rab, uni ham birgalashib qovurib olsanglar juda ham mazali bo'ladi. Nachinkamizni tovuqni ustiga solib aralashtirib, tuz namaylarni to'g'irlab qo'yamiz. Bu yoqda xamirimiz, tingan xamirimizni zuvalachalarga bo'lib olib, tindirib, birin-ketin yoyishni boshlaymiz. Xohishga qarab, albatta shu uslubda tayyorlab ko'ringlar. Kimga qanaqa shaklda tugishi yoqsa, o'zi xohlagan shaklda tugib, juda ham mazali bo'ladi. Murchlar solib, aralashtirib, achchiqlar qo'shib tayyorlasanglar, mana tagiga pomidor, nachinkadan solib, birin-ketin tugishni boshlaymiz. Kanalimga a'zo bo'lmaganlar albatta a'zo bo'lib, like tugmasini bosasizlar degan umiddaman. Sizlar yana qanaqa uslubda somsalar tayyorlaysizlar? Fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Mana birin-ketin har xil kimga qanaqa yoqsa, shunaqa ko'rinishda tugib chiqyapman. Bolajonlarga ayniqsa juda ham yoqadi. Bir xil emas, har xil tugilishda tugsa, xohlaganini olib yeyishadi. Mana ustiga tuxumimizni surib, kunjutlarimizni sepib, 170-180 gradusda 25 minut davomida pishirib olamiz. Mana juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Xamirlari juda ham yumshoq, mayin bo'lib chiqadi. Ichida qo'ziqorin nachinkalari bilan juda ham mazali. Albatta oila a'zolaringizga tayyorlab berasizlar degan umiddaman. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman.